Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Photoshop bilan darsga o'rganamiz. Bu darsimiz nomi o'zbekcha отражение deydi. Sizga bitta so'z yozdik. Mana bunga svet tanlaymiz. Endi yaxshilab голубой bo'ladi. Okey yozamiz. Va endi buni Ctrl J deb bosib ikkita dublikat qilamiz va pastga tushiramiz. Pastga tortsangiz endi buni razmerini bilib olishimiz kerak. Oxiri chekkaroq kanalga razmerini oldik. Endi xuddi shunday pastga tushamiz. Teparoq ko'taramiz. To'g'ri qo'shimiz kerak. Bo'ldi. Endi kopiya qilingan so'zni o'tga tushiramiz va yangi scroll ochamiz. Endi biz kechki tanlaymiz. Neprozrачный elitga qo'yamiz. Kontrolni bosib chizamiz. Kechirasiz. Kontrolni bosib chizamiz. Orqa tarafdan oldiga qarab chizdik. Endi scrollni yoqamiz. Endi lastik solamiz. O'chiramiz. Bitta razmerni kichaytiramiz. O'chiramiz. Neprozrачный tushiramiz. Yani o'xshayapti hozir. Endi esa bizdan parametrlarni o'zgartirishga hech ham bo'ladi. Endi biz soyamizni qilish uchun prezasini tushirsak bo'ladi. Pastda biz soyamiz tayyor. Mana bu mashinaga ishlangan bo'ldi. Endi bizda hozir yana ham ishonchliroq bo'lish uchun slow degan o'tamiz. Bu yerdan filtr degan slowga filtr kiramiz. Razmetка по галсу degan kiramiz. Bu yerda 6 yapışkan bo'ladi. Yo'q, bu yerdan biz qaraymiz qaysi chipga yaxshikan. Mana bizni отражениemiz tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat.